har doimdagi idealniy avtomobil sotuvga chiqarganmiz. Bugun Audi Q7 ga mijozimiz keldi, Samarqandning o'zidan mashinani ko'rdi, lekin o'zi sotib ololmadi. Bunga podarkasi berishdi bu avtomobil. O'zim ham haligacha oxirigacha cho'mmay qoldim, lekin hozir o'zlaridan so'raymiz, kim bergan, qanaqa qilib va aka, tushuntirmasangiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Shu modaqizmi aka? Davaychi. Даже aytolmayman qanday. Rahmat akalarimga. Samarqandda edim, telefon qilishyapti. Aha. Dubay avtosalonga. Xo'p. Aytishyapti. Aha. Kelasan Toshkentga, Dubay saloniga, Sasha akaga uchrashasan. Xo'p. Ko'rgasan, senga mana shu mashin katta rahmat. Bu Zaytib Kim podarka beryapti sizga? Aytolmayman. Aytolmayman. No, men xursandman. Даже o'zimga sig'mayapti. Yo'q, o'zi yo'qdimi? O'zi sizga shu? Juda ham yo'qdi. Yo, boshqasi tanlasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, ana shu menga yo'qdi. Keling, kameradan ketmang aka. Aka, siz rozimisiz? Xursandmisiz? Xursandman. Alloh xayrli qilsin. Zo'r mashina, haqiqatan это немецкий именно качествоsi европейский бренд. Aka, buni xudo xolisa ruxsat so'raysiz. Keyinchalik siz doplata bersangiz, almashtirib beraman boshqasiga yengil oldiga. Aka, Abdushi, kelinglar xudo xolasa sizlarga ham hal qilib beramiz.